O'zbekistonda yangilik bunaqa samosvalli mototsikl bitta Alt Motorsda bor ekan. Lubo ishlab chiqaruvchiga akamiz vizit tashlayveraman deyaptilar. Ya'ni nimaga? Bu mototsikl bitta menda bor, boshqasi bunaqa yo'q deyaptilar. Buni afzalli tarafi, eng bitta plyus tarafi narxida hamda bu 3,5 tonna ko'tarishi, to'g'rimi aka? Albatta aka, bu modelimizning nomi kashalot hisoblanadi. Aka tarjimasi kit. Aka. Buni kitligini sababi bortini o'zi aka 260 ga aka 145, orqalari bu jonivorda aka zil sistemada ochiladi aka. Oho, ham bu podyomli bo'ladi, o'zi ko'tarib tushadi. Albatta aka, 3,5 tonna oqiba yuk bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zini bortini ko'tarib to'kib beriladi aka. Balonlari qo'sh balon hisoblanadi aka, risollari usilini, ramasini o'ziga aka 4 tonnaga kafolat beramiz aka, silindriga aka 7 tonnaga kafolat beriladi. Hatto shu ramasi bilan shunisiga ham garantiyasi. Albatta aka, bu nafaqat rama silindr aka, motor zapchasi hamma narsasi aka garantiyli buni. Hamma yo'q garantiyli bo'ladi. Aka qarang, hozir biz bekorga mana shu ikkita mashina, bittasi Inamarka, bittasi o'zimiz maqtagan Alt Motorsda O'zbekistonda yagona olgan mototsikl. Aka qarang, bu akamiz 2 tonnami 2 anaqa yuk yuklabdilar. 2,5 tonna. 2,5 tonna. 2,5 tonna gazoblog. Bitta o'zlaring kamida qoldiringlar. Mana bu mashinani o'zi ko'pchilik biladi. O'sha yuk 2,5 tonnada o'tirib qolgan. Bu aka 3,5 tonna ko'taradi. 3,5 tonna aka bemalol ko'tarib, o'zi to'kaveradi. Endi puli bor odamga aka biz albatta mana mashinani aka yuk mashinani tavsiya qilamiz, lekin buni yangisining narxi 25 ming dollar. O'rtachasini sostoyanasidagi narxi 15 ming dollar. Mana uni narxi aka 2980 dollar, tim bo'lib ham uyini eshigini tagiga yetib boradi, keyin pulini sanab beradi. Dastavkasi ham bor, dastavkasi ham bor, shuni ichida aka. O'zi odamlar go'sht 130 ming bo'lib ketdi, 140 ming bo'lib ketdi deb haqiqatda xalqimizda pul yo'q. Ana akamiz zo'r yechim, ya'ni 3,5 tonna bu 1 plyus, 2 plyusi dastavkasi bepul, 3 plyus garantiyasi hamda aytib narxi ham haqiqatda juda zo'r ekan. Albatta, aka keling man sizga bitta narsani ko'rsataman. Keling aka 1 minutga sizni bezovta qilaman. Aka mana shu yukni nech pulga olib ketyapsiz, nech kilometrdan olib kelyapsiz? Hop, Marg'ilon kurugidan 250 ming so'mga 2 res olib kelyapti. Ya'ni 1 resiz 125 ming bo'lyapti. Kilometri qancha? 5,5 kilometr, 6 kilometr. 5,5 kilometr, 6 kilometr. Bir kunda aka necha res qilasiz? Ishga qarab. O'rtacha. 6 res, 7 res. O'tgan safar Abdumajid aka siz bilan video qilganimizda aka unaqa pul topish nerealli deyshodi obunachilar. Bu narsa realniy narsa, faqat odam mehnat qilsa bo'ldi deb o'tgan safar ham aytganmiz aka. Endi tasavvur qiling, 15 ming dollarga mana mashinani olyapsiz, rabochisini aka. Shu 1 kunda 5 res, 6 res qilyapsiz, 600 ming, 700 ming topyapsiz. 2980 dollarga mana uni olyapsiz aka, 1 kunda 5 res, 6 res qilyapsiz. Bunda ham o'sha pulni topyapsiz aka. Yana laqta pul yoniga ham qoladi. Endi eng qizig'i bunda masalan o'sha pulni rest qilib, misol 5-6 res rest qilib, o'sha 600 ming topsangiz, rasxodi agar gaz bo'lmasa bu mashinaning ko'pchiligi salarka aka. Salarka bo'ladi. Aslovnoy yo'q deganda 15 ta salarka yoqadi. O'sha pulni ichida. Endi buni rasxodi aka 100 kilometrga 7 litr benzin aka. Mana shu kashalot, mana shu dvigatel, mana shu 3,5 tonnaga 7 litr xolos. Aka siz bu bilan hazillashmang aka, bunda muammo yo'q aka. Ana biz aka agar kommentariyada obunachilaringiz aka plus belgisini qoldirib, ko'rsating bizga qiziq deb yozishsa aka, biz обязательно 3,5 tonna yukni yuklab buni ko'rsatib beramiz. Keling aka 3,5 tonnadan ani ezilib bilan yog' pog'lari oqib 3 tonna qilaylik aka. Aka hech kimga aytmang, 3,5 tonnani ustiga aka Abdumajid akam bilan bitta she'ring ham chiqish oladi. Qo'l, bo'ldi aka. Bo'ldi. Hozir aka bu bir xilimiz ekan. Bu tezligi necha? Bu ham bir aka tezligi aka yuki bilan o'rtacha 80-90 yuradi, pustoy holatda 100-110 yuradi avtomagistralda. Endi bu masalan bizga kabinkali qilib beringlar deydigan bo'lsa, bizda nalechi 150 dollar turadi aka kabinka aka. Ustanovkamiz aka bepul aka, kabinkasi bilan qilib jo'natib beraveramiz aka. Buni o'zi hozir shu turishda narxi 2980 dollardan dastavkasi ichida aka. Endi buni to'kmaydigani bor aka. Bu faqat to'kmaydi aka. Samasval menga kerak emas, menga arzonroq bo'lsin desa 2675 dollardan aka dastavkasi ichida to'kmaydigani bor aka. To'kmaydigani. Endi buni aka menda yana 4 xil sveti bor. Serisi, ko'ki, qizili, yana voyenniy sveti ham bor, qiziquvchilar.
Aka buni bitta yo bu bilan bir xilmi xarakteristika? Xarakteristikasi bir xil aka, faqat farqi bu to'kmaydi, bu to'kadi aka. Ha, ya'ni buni podiyomnisi bor. 2980 dollarga to'kadigan, 2675 dollarga aka to'kmaydigan, keyin yana bitta siz kelganingiz uchun, siz obunachilaringizga bitta narsa qilib beraman aka. Ramazon oyiga aka aksiya deymizmi? Qanaqa nima deb nomlasak bo'ladi aka? Shunaqa chiroyli bitta narsa qo'yib beraman aka. Aka qarang, bu video Motoroller Ramazondan keyin ko'rilishi mumkin-da, shuncha bunday deylik. Alp Motors aksiya to'g'ri aka? Alp Motors emas, Vodiy Motor kompaniyasidan Alp Motors mahsulotlariga. Bo'ldi aka. Aka qarang, mana shu mahsulotimizni nomi Jaguar hisoblanadi. Borti 220 ga 140. Hozirgi paytda bu mahsulotimiz Namanganga, Nanaga chiqib ketyapti aka. Nanaga. Ha. Endi buni narxi 2200 dollar aka. Mana siz kelganingiz uchun aka 1950 dollardan qilib beraman, faqat 10 donaga. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida Bo'ldi aka. aka. Buni xarakteristika yo, bu hammasi bir xilmi? Aka buni xarakteristikasi aka 200 kub объем dvigatel bo'ladi bu aka. Yuziga расходi aka 6 ta aka, bu ham qo'shilma bo'ladi, faqat orqasi yakka balon bo'ladi aka. Ha, buniki yakka balon bo'ladi. Lekin borti aka 220 ga 135 bo'ladi aka. 220 ga 135. Albatta aka. Bo'ldi. Aka, buni ham garantiyalari zapaska balonlarigacha bor ekan-a? Aka 4000 kilometrga garantiya. 4000 kilometrga oyga nisbatan aka 3 oyga biz Vodiy Motor kompaniyasi aka bizdan sotib olgan mijozlar uchun 3 oydan tashqari yana 3 oylik bepul servis beramiz. Qo'y, aka bunaqa sizdaqa xalqni o'ylaydigan tadbirkordan birinchi marta ko'rishimiz, ham narxi arzon, ham tonnasi Inamarkadan ko'p ko'taradi. Nima deydi? Ham garantiyasi bor. Yana nima? Aka boshqa yo'q aka bizda sotuvni основной mana ko'pchilik sotuvchilik bilan shug'ullanadi-da. Sotuvchilikning eng основной kaliti aka bizning prinsipimiz Vodiy Motor kompaniyasining prinsipi просто xalqni mijozning muammosini yechasiz bo'ldi. Sotuv bo'ladi. Bitta narsa sotib turib palon pul topmay, maydaroq pul toping aka, zato объемga ishlang, zo'r bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ob'yomga bo'ladi. Yana bir marta ko'rsatib o'tganlarimiz aytganlaridek har xil rangdagisi bor. 2670 aka. Albatta. 2670, 2950, 2980 dollarga mashhur ko'rib turgan O'zbekistonda yagona bo'lgan aytganlaridek Luboy ishlab chiqaruvchiga vizit tashlar ekanlar. 3,5 tonnani plus belgisini qoldirsalar, videosini ham chiqaramiz. Ya'ni shu samasvaga 3,5 tonna yuk, shlaka blok yoki sement mahsulotini yuklab o'sha hamma yo'g'ini ishlab yurish tezliklarigacha ko'rsatamiz. Albatta. Ekranda call centerlarimizning nomerini qo'yib qo'yapmiz aka. Call centerga telefon qilishsa, biz to'liqroq ma'lumot bera olmagan bo'lsak, ayb nuqsonimizga obunachilaringizdan uzr so'raymiz. To'liqroq ma'lumotini bera olmagan bo'lsak, call centerlarimizga telefon qilishadi va to'liq ma'lumotga ega bo'lishadi. Aka, call center nechidan nechigacha ishlaydi? Shuni aytib o'tib. Call center aka o'zi asli 24 soat ishlaydi. Faqat aytda o'tirgan operator ertalab 9 dan kechki payt 6 gacha bo'ladi. 6 dan keyin qo'ng'iroq qilsa ham call centerimiz bazalariga nomerlar tushadi. Ertangi kuni ertalab soat 9 da birinchi bo'lib telefon qilgan odamlarga telefon qaytadan telefon qilib. Albatta aka. Ya'ni call centerdan hech qanaqa muammo yo'q. Mabodo olishmasa, ertasi kuni kutasiz, o'zlari sizlarga aloqa chiqib, to'liq ma'lumot berishadi. Aytganimdek, juda call centerlari ham hozir yangilangan, odamlar qo'shilgan. Xudo xolasa vizitlarning javobsiz qolmaydi. Akalarimizni pastda nomerlarni qoldirganmiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' salomat bo'linglar. Ammo video haqiqatan manfaatli bo'ldi. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling.